Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Ma'lumki, pillaxon ashyosini yetishtirishda eng samarador usullardan biri ipak qurtini ikki etapda boqish. Birinchi etapda ipak qurtini urug'ini jonlantirish, qurtlarni kichik yoshda boqishni markazlashtirgan holda o'tkazish. Ikkinchi etapda esa qurtlarni katta yoshida qurt boquvchilarni qurtxonalardan maksimal foydalanib boqish. Bunday boqishning samaradorligi arzon, sodda, so'kshaklar bilan ta'minlashga bog'liq. Shunga ko'ra, qurtlarni kichik yoshda boqishga moslashtirilgan yuqori samaradorli 7 qavatli so'kshak yaratilgan. Bu so'kshakni qurt boqish maydonlari suriladigan qilib tuzilgan hamda uning ustiga havoni namlovchi moslama joylashtirilgan. Natijada so'kshakning qavatlari orasida yuqori namlik hosil bo'ladi. Barglar so'rmaydi. Qurtlar barglarni yaxshi iste'mol qiladi. Qurtlarni katta yoshda boqishga uchun esa 4 qavatli so'kshak ham yaratilgan. Buni konstruksiyasi tuzilishi 7 qavatli so'kshakning tuzilishiga o'xshagan. Bu so'kshaklar juda ham sodda, 2-3 santimetrli reykalardan yaratilgan. Hamda ular tez yig'iladigan qilib yasalgan. Shunga ko'ra har bir fermer xo'jaligi bu so'kshaklarni o'z kuchi bilan yasab olishi mumkin bo'ladi. Bunda ish unumdorligi 1,5-2 martaga ortadi. Hosildorlik 15-20% ga ortadi. Bash sarfi 15-10% ga kamayadi. 7 qavatli so'kshakdan bir quti urug' boqishga 1,5 dona kerak bo'ladi. 4 qavatli so'kshakdan bir quti urug' boqishga 10 dona bunday so'kshak kerak bo'ladi. Bu so'kshaklarga respublika patenti olingan. O'rtoqlar, qiziqadiganlar bo'lsa, marhamat bizni ishga kelinglar, biz qo'limizdan kelgancha yordamni ko'rsatamiz.